masalan kimdir shu mavzuda suhbat ochgan bo'lsa, maslahat beriladiki, ya'ni sani tasavvuringdagi baxt qanaqa o'zi degan savolni bir-biriga demak juftliklar berish kerak. Ana yana turmush qurish borasida ta'kidlamoqchi bo'lgan narsam bor. Bizda oila qurgan bo'lsa baxtli, bo'lmasa baxtsiz degan qarash mavjud va Baxti ochilsin deb baxti qo'yishadi. ochilsin deydi, siz ham baxtli bo'lib keting deydi. Lekin o'ziga mos juft topolmayotgan qizlar bor. Ular xuddi kutuv rejimida yashaganga o'xshaydi. Ya'ni nimadir bo'lib turmush o'rtog'i kelsa, keyin xuddi Zolushkani hayotidagi o'zgarish bo'ladi degan kutuv bilan yashashadi yoki taqdir bo'lib oilalari ajrashgan ayollar o'zlarini baxtsiz, noqis his qilishni boshlashadi. Xuddi bir umr shu narsaga mahkumdek tutishadi. Xuddi shunaqa yoki masalan turmush o'rtog'ini yo'q bo'lishi bu shunchaki xuddi kimdir qo'shnisi yo'q. Ya'ni bo'lishi mumkin bo'lgan narsa demoqchiman. Kimdir opasi yo'q, chunki u eng katta farzand oiladagi. Xuddi shunaqa. Endi hayotda har xil holatlar bo'ladi. Insonlar hayotimizga keladi, ketadi. Albatta turmush o'rtog'i juda ham muhim inson, lekin bo'lishi bo'lmasligi mumkin bo'lgan inson har xil davrda, yoshligida, yoshi katta bo'lganida va hayotni markazi bu faqat turmush o'rtoq topish bo'lib qolmasligi kerak demoqchiman. Eng og'riqli nuqta. Agarda masalan ayollar ham va meni turmush o'rtog'im yo'qda deb o'zi ham o'zini tushkunlikka tushira boshlaydi va atrofdagilar ham unga xuddi shunaqa muomala qilishni boshlaydi, u yashashdan to'xtab qoladi. Masalan, men shunaqa tanishlarim bor, hali oila qurishmagan, atrofdagilar ularga sen baxtsizsan degan hisni doimiy tushunchani singdirishadi. Yangilik bormi degan narsa savollari bilan singdirib boradi.